Okalar mana O'zbekistonda hamma qidirgan, internetda portlatib olgan o'sha $50,000 turadigan Hermes soatlarimizga keldi. O'zbekistonda hozir bu soatdan 2 dona, agar videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, hozir bitta ochib unpacking qilib sizlarga obzorini ko'rsatamiz. Soatimizning 2 xil rangidan kelgan, bittasi silver, bittasi qora. Bu iWatch Hermes bilan kollaboratsiya ishlab chiqarilgani. To'g'risan, upakovkalarni mana shunday dahshat chiqarib qo'ygan. Mana bunisi o'zini remishoga bo'ladi. Remishoga bitta kojinli, bitta silikon remisho bo'ladi. Soatni o'zini ham hozir bitta ko'rsatamiz. Bu silver rangi. O'zini ham instruksiya, garantiyaning qog'ozlari chiqadi. Undan keyin magnitli zaryadkasi. Soatimizning o'zi 45 mm safir variantda bo'ladi. Ko'rayotganingizda original bilan birga-bir ishlab chiqarilgan. Soatimizni ko'ryapsizlarmi? Always on displaylari ham bor. Remishoni sifatiga bitta baho berib qo'ysanglar, kojinli remisho bo'ladi. Soatimizning cheti bu qorasi safir bo'ladi. Knopkalarda o'sha qizil liniyalargacha bor. Ishlashlarini hozir bitta sizlarga ko'rsatib beramiz. Umuman qotish degan narsa yo'q. Hozir yana bitta sizlarga sport funksiyalarini ham ko'rsatamiz. Originalda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa sport funksiyalari bor. Bu jigarrang rangi bo'ladi. Soati bo'lsa silver bo'ladi. Shu orqasida blok yechib taqadigan knopkalarigacha bor. Soatimizning narxi aytib o'tib ketamiz. 300 ming so'm butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.